قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar. U, ya'ni mushuk najas emasdir. U atrofingizda aylanib yuruvchilardandir. Bilasizlarmi nima uchun? Mushuklar toza ozoda hisoblanadi. Chunki ular tahorat qiladi. Ishonasizlar? Hozir bolasini emizyapti. Kabsha binti Kab radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Uyimizga Abu Qatoda keldi. Men unga tahorat suvi tayyorlab berdim. Shunda bir mushuk kelib ichmoqchi bo'ldi. Abu Qatoda idishni mushukka tutdi va so'ng tahorat olishni boshladi. Men esa unga hayratlanib qaradim. Shunda Abu Qatoda: "Ata'jabina ya ibnata akhi?" Ey birodarimning qizi, ajablanyapsanmi dedi. Men esa ha dedim. Shunda u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushuk najas emasdir, balki u atrofingizda aylanib yuruvchilardandir degan hadisni eshitganini aytdi. Kabsha bint Kab radhiyallohu anha Abu Qatoda radhiyallohu anhuga kelin hisoblanadilar. Demak, bundan bilsak bo'ladiki, o'sha paytlari ham sahobiy ayollar qaynota qaynonalariga xizmat qilganlar. Mushuk bolasini emizib bo'ldi. Emizib bo'lgandan keyin har kun divanimiga bekitib ketadi. Shuning uchun joyiga olib kirib qo'ya qolgan.